Bugungi videomiz avvalgi videolarimizning davomi sifatida balansda bo'ladigan o'zgarishlar haqida. Barchamizga ma'lum, buxgalteriyada har bir operatsiya ikkita shotda aks ettiriladi. Bu buxgalteriyada ikki yoqlama yozuv deyiladi. Bundan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki, har bir operatsiya natijasida balansimizda to'rt xil o'zgarish kuzatilishi mumkin. Birinchisi, balansimizning aktiv qismida o'zgarish yuz beradi. Ya'ni balans aktiv qismida bir shotimizning ortishi ikkinchi bir shotimizning kamayishi natijasi yuz beradi. Balansning umumiy summasiga ta'sir qilmaydi. Masalan, bank hisob raqamimizdan kassaga pul oldik. Bank hisob raqamimizda summa kamayadi, kassamizda summa ortadi. Balans natijasiga ta'sir qilmaydi. Ikkinchi o'zgarish, balansimizning aktiv qismida qaysidir shotning ortishi shu bilan birgalikda passiv qismidagi passiv shotimizning ham ortishi natijasi yuzaga keladi. Balansning umumiy natijasidagi summa ham ortadi. Misol uchun, bankdan kredit olganda majburiyatlarimiz ortadi. Shu bilan teng ravishda bankimizning hisob raqamimizga ham pul kelib tushadi, bankimizning shotimizdagi summa ortadi. Uchinchi o'zgarish, balansimizning passiv qismida kuzatiladi. Bir passiv shotimizning ortishi ikkinchi passiv shotimizning kamayishi natijasida yuzaga keladi. Balansning umumiy summasiga ta'sir qilmaydi. Misol uchun, hisoblangan shaqiga nisbatan soliq hisoblandi, ya'ni daromad solig'i hisoblandi. Daromad solig'i hisob raqamimizda summa ortadi. Shu bilan teng ravishda haqimizdagi summamiz kamayadi. To'rtinchi o'zgarish, balansimizning passiv qismida bir shotimizning kamayishi aktiv shotimizning ham bir kamayishi natijasida yuzaga keladi. Balansimizning umumiy summasiga ta'sir qiladi. Bunga misol qilib, hisoblangan shaqqini to'landi deyishimiz mumkin. Ya'ni shaqqimiz kamayadi, shotimizdagi summamiz shu bilan teng ravishda hisob raqamimizdagi summa kamayadi yoki kassamizdagi summa kamayadi deb misol keltirsak bo'ladi. Shu va shu kabi ma'lumotlardan xabardor bo'lishni istasangiz, blogimizga a'zo bo'ling va bizni kuzatib boring.